Akalar mana ko'rib turganlaringni ko'chma hammom yasash jarayonlari ketyapti. Bunisiga keladigan bo'lsak, bunisi 3 ga 2 lik bo'ladi. Bunida ichida hojatxona, razyevalka, yuvinishxonasi отдельно bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana hozir mana birinchi xona, ikkinchi xonali bo'ladi. Mana bunisi 2 ga 1,5 lik bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 2 ga 1,5 lik. Bunisi 3 ga 2 bo'ladi. Zodan ko'rinishi mana 3 ga 1,70 lik degani uzun 3 ga 1,70 ligimiz. Bunisi mana razdevalkasi. Suv montajlari qoldi, hozir ertaga bitiramiz. Bunisi mana yuvinishxonasi bo'ladi akalar. Bu yoqqa olsa yurak shaxsiyatlari qo'yasiz, obuna qo'yiladi. Badam